Assalomu alaykum va rahmatulloh. Aziz do'stlar, xush kelibsizlar. Bugun 23-noyabr 2025-yil Kamol Yo'ldosh kanalida Qur'oni Karim suralarini o'qishda davom etamiz. 22-surani boshlagan edik o'tgan suhbatimizda. Bugun kelgan joyimizdan davom etamiz. Orada ba'zi kishilar mendan Telegram kanaldagi videolarni izohlashni so'raganda, o'sha talablarga binoan oxirgi yuklagan videolar haqida ba'zi fikrlarni aytib o'taman. Undan keyin sura o'qishga boshlaymiz. Xo'p, birinchi yuklaganimiz nima edi? O'zini taqvodor deb ko'rsatishdan oson narsa yo'q. Hop, sizlarga videoni ham ko'rsatay. Xo'p. Taqvo salla choponda emas degan video. Bu kishini bilasizlar, Shukrullo mıydı? Shukrullo domla degani. O'zini taqvodor deb ko'rsatishdan oson narsa yo'q. Soqol do'ppi salla, uzun ko'ylak bo'ldi. Biz buni taqvodor deb o'ylaymiz. Shuning uchun jog'li ro'moliga, jog'li soqoliga, boshidagi do'ppi sallasiga, uzun narsasiga aldanib qolmang. Boshidagi sallasiga, soqoliga, choponiga aldanib qolmaylik deb o'zini choponini, o'zini sallasini ko'rsatyapti. Ya'ni menga aldanib qolmanglar degani. Ofarin. Buni munofiq ham, fosiq ham, johil ham, kofir ham, taqvodor ham kiyaveradi bu narsa. Johil ham, kofir ham, munofiq ham hamma kiyaveradi. Kiyaveradi. Ya'ni sallalik, choponlik, soqollik birovni ko'rsang, munofiq bo'lishi ham mumkin. Johilu, kofiru farqi yo'q. Musulmonning libosi emas ya'ni. Juda yaxshi. Nima o'sadi? 200 mingga beradi. Soqol deb qo'ysa o'sadigan jog'li tuk bu. Bo'ldimi shu? Yo'q. Jog'li ro'molga aldanib qolmang. Hijobning ichida fohishammi? Hijobning ichida muslimanmi degan savol bor. Hijobning ichida fohishammi, muslimami degan savol bor. Bu endi bu domlaga yarashmaydigan savol. Oldin o'zlarini ayblab oladi, soqollik, sallalik, choponliklarni asosiy zarba undan keyin beriladi. Mana erkaklarni ham aytyapmiz-ku degan narsa bilan hijobning ichida fohishami, muslimami degan savol bor. Kimda bor savol? Fi qulubihim marad. Qalbida maraz bo'lganlar. Fohishalar hech qachon badanini yopib, avratini yopib, begona erkakdan yashirinib yurmaydi. Unaqa bo'lsa, fohisha bo'lmaydi. Bu asosan ayollarni ro'moli yo'q hijobiga zarba bu. Mullani og'zidan berilayotgan zarba. Savol bor. Do'ppining tagida mashinning qimorvoz kazzobmi? Mashinnik qimorvoz kazzob. Sizga bu kimni esga solyapti? Mashinnik qimorvoz kazzob. Kim bor? Ham mashinnik, ham qimorvoz, ham kazzob. Ammo salla o'rab, soqol qo'yib, chopon kiyib, taqvodor ko'rinishida yurgan kim bor? Do'ppining tagida yaxshi musulmonmi? Kiyaveradi deb o'ylaydi. Birovning ko'tini ko'ylab, yozuvchilik qilgan pisar kiyaveradi. Yozuvchilik qilayotgan pisar degani yozuvchi degani. Kim bor bizda? Mashinnik, qimorvoz, kazzob, birovni ustidan yozadigan pisar. Izohlarga iltimos yozinglar. Kim sizni esingizga kelyapti? Xo'p, birinchisi bu. Ya'ni mullalarni uniformasi, bu ko'rinish uniforma. Buni hammaga ham ruxsat berilmaydi. Soqolini majburlab oldirish bor. Davlat huquq tartibot degan haligi pagonlik kuch ishlatar tizimlar tarafidan majburlab ko'chalarda, bozorlarda ushlab olib kelib soqolingni olasan, qirasan deydiganlar bor. Chimkentda misali da'vatga chiqib yurardik, tabliğ jamoatlariga aralashib.
Mechitdagilar yozishdi-yu bizni ustimizda. Pisirlar. Militsiya keldi, olib ketdi. Bir necha kishi edik, 4 kishi, 5 kishi edik. Nima bu soqol deydi. Menga aytayapti, men yonimdagilar da ularda ham birida uzunroq, birida qisqaroq soqol qo'yib olganmiz. Men dedim, nima bo'pti? Soqol meniki. Olmaysanmi deydi. Pul yo'q dedim olishga. Men hozir pul beray deydi, sartaroshni chaqiramiz. Oladi, sen pul aytdim, men biron pulga soqol olmayman dedim. Qo'yar, mana shu o'sib yotaversin dedim. Majburlab olib borib soqol oldirish bor. Bular nima deyatdi? Hadisi shariflarda deyilganki, soqolni mo'l qo'yinglar. Majusiylar soqolni qiradi, mo'ylovni oqizib qo'yadi, sizlar teskarisini qilinglar. Xoliful yahud, yahudlarga zid bo'linglar. Ahli kitobga zid bo'linglar. Ular soqolni bunday, mo'ylovini bunday, sizlar esa uni ziddini qilinglar deb 100 yillardir odamlarni boshini aylantirib keluvdilaring. Nima bo'ldi endi oxirida? Umuman taqvo alomati emas deb chiqdilaring. Tuturuq necha pullik bo'ldi endi? Necha pullik tuturuq bu? Bu senlarning dining shunaqa rang o'zgartiruvchimi? Sal kun ilsa ko'karib boshlaydi, sal kun qizsa sarg'ayib boshlaydi, shunaqami? Sal siyosat bunaqa bo'lsa, yo'q, bu taqvo emas. Uni mashinaga ham qo'yadi. Badandagi bir tuk tek qo'ysang o'saveradi. Shunaqa ekan. Nega shuncha vaqtdan beri bu vaysab kelyotganlar? Voy, bu soqol sunnat muakkada. Hijobni ichida fohishami, muslimami degan savol bor. U savolni kim berardi? Karimovni zulmlari kuchaygan paytda davlatni propaganda mashinasi berar edi. Quddus Azizov degan to'tiqush bor. Hozir ham yuribdi. Odam o'lmasa yuraverar ekan. Eng katta propaganda og'iz shu edi. Eng katta propaganda og'iz shu edi. O Amerikadan chaqirib kelishgan sopuni. Sopular davlatni eng ko'ppaklari deyman-ku. Amerikadagi sopularning kattasini olib kelgan. Kim edi? Kabbanimi? Shunaqa. Shu aytuvdi. Birinchi bo'lib shuni og'zidan chiqqan, harom og'zidan. Bu nima bo'pti? Ro'mol, hijob, shu ham islommi? Uni ichida fohishami, muslimami kim biladi deb. Ana shuni ichida fohishami degan seni maraz kallangni to'xtatish uchun kiyilgan. Nima deb buyurilgan? 24-33 suralarda qalbida maraz bo'lganlardan to'siq uchun, sizlarga ozor aziyat yetmasligi uchun, sizlar muslima, fohisha emas, taqvodor ekanligingiz bilinib tanilishi uchun degan. Fohishalar unaqa yurmas edi. Fohishalar, men sizlarga aytay, belidan tepasi ochiq yurardi. Umar xur ayollardan boshqalarni belidan tepasi ochiq yurishini boshi ochiq yurishini taqiqlagan. Johiliyat davrida umuman ochiq yurishardi. Haj, tavof degan mana aylanishlarda qip-yalang'och aylanishardi. Ular endi fohishami, muslimami? Ana shunaqa bo'lmasin deya Alloh Qur'onda buyurgan edi. Bitta havo almashinishi bilan ko'k, sariq mavsumiga ko'ra. Hozir endi rangpar. Qaysi rang bu? Karimovning rangimi, Mirziyoyevning rangimi yoki asl Naqshbandiy so'pi mullakratiyani rangimi? Mana shunaqa ichingdagilar ochilib qoladi. Muslima ayollarni ro'moli, hijobini hayotda himoya qilmagan bu rijollar.
qaysi biri hukumatga talab bilan chiqdi? Muftiyati-yu, diniy boshqarmasi-yu yo birorta mullasi. Bitta Fazliddin Parpiyev degan mard chiquvdi. Dushman, xoin deya mag'zava ag'darib kelishadi. Bugungacha. Aslida senlar aytishing kerak bo'lib, aytolmay teskari o'girib choptirayotgan gapni shu aytuvdi. Qobil Do'stov chiqib himoya qiluvdi. Unga ham mag'zava ag'darib kelasanlar. Muslimalarni haqqini, huquqini birorta mulla hayotda himoya qilmagan. Hech qachon. Biror mana bu haydaldi. Ana-manavlar hammasi haydaldi. Biron bittasi bir musulmonni himoya qilgani uchun yoki muslimani himoya qilgani uchun chetlatilgani bo'ldimi? Bittasi amyonini himoya qilgan, kissasini himoya qilgan. Keshbek zulm zolim deya. Kepti yumshoq burjayiga shu bilan yuribdi mana. Boshqasi xotinim fohisha deya, o'g'ri deya sharmandalar bo'lib, esimda tanishlarim bor deya gullab yuruvdi. O'zi og'zida gullab yurgan. Shu bilan haydaldi. Nima bo'ldi? Qolgan qutganlari ular himoya qildimi? Hech qachon, hech qayerda hech bir mulla himoya qilmagan. Mana munosabati mana shu. Muslimalarga munosabati degan katta bir mavzuni qisqartirib, qisqa va lo'nda ifodaga sig'diradigan bo'lsang, mana shu. Hijobni ichida fohishami, noma'lum, muslimami, u ham noma'lum. Endi kim himoya qilsin o'zbek musulmon ayollarni? Mana shularmi yo bular tayyorlab yeshtirib chiqarayotgan bularni muridlarimi? Hech kim. Nega? Chunki Qur'ondan uzoqlashtirilgan. Qur'onda nima deyilgan edi? Zaif bo'lgan ayollar, bolalar va erkaklar zaif bo'lganlar. Ular kecha-yu kunduz duo qiladi. Ey Alloh, sen o'zing bir yordam ber. Bizni qo'llaydigan kimnidir bittasini nasib et deya. Ana shular yo'lida kurashmaysizmi deya musulmonlarga kurashga targ'ib qiladi. Bugungacha biror minbarda, bu Niso surasida, biror minbarda o'qildimi bu oyatlar? Oyatlarni qo'yib mana bunaqa gaplar. Ro'molni ichida fohishami, muslimami degan savol bor. Ro'mol u muslima o'raydigan narsa. Ro'mol o'radimi, demakki muslima. Senlarning diningda, shariatingda zohiriga guvohlik beriladimi? Yo seni va kallangdagi kasallik bo'yicha taxmin fol ketaveradimi? Mo'sha taxminan traktorchilarga o'xshab. La ilaha illalloh dedimi, bo'ldi, u musulmon hisoblanadi. Qalbi Allohga havola qilinadi. Ro'mol o'rayaptimi yoki namoz o'qiyaptimi? Bo'ldi, u muslima hisoblanadi. Qalbi Allohga havola qilinadi. Bularda hech qachon hech narsa masalani Allohga havola qilish yo'q. O'zlaricha mana shu taxminan 1000 berul ketaveradi. Fohishami, muslimami degan savol bor. Demakki 50 ga 50 degani. Fohisha bo'lishi ham mumkin degan, bu yoqda 50% ehtimolga bular darvozani ochib beradi. Mana fohishami, muslimami deganlar kim edi? Hujrot surasida ba'zi gumonlar gunohdir. Ba'zi gumonlar gunohdir. Gumondan qaytaradi. Hali bir ayolga tuhmat qilib borishi bu endi ochiq jazolanadigan jinoyat bu. Ana shu jinoyatga yetaklovchi asl sabablarni, ildizlarni qo'poradi. Gumonlarga berilmang deya. Ana shu gumonga bormasin deya muslima libosidagi ayollarga bularni dinidagi munosabat. Bu bitta shukrlarni kasalligi emas.
Bularni dini shunday qaraydi. Kuch, kaltak, jilov kimni qo'lida bo'lsa, shu doim haq. Bularning dinidagi formula bu. Kuch, kaltak, jilov, pul kimni qo'lida bo'lsa, shular haq. Bular kimni ayblasa, u ham haq. Kabbani, Karimov, Quddus Azizov degan ko'paklar chiqib, fohishami bu hali ichida muslimami kim bilib o'tiribdi dedimi? Bo'ldi. Ana shu haq. Bular bugungacha takrorlab kelaveradi. Xo'p, birinchisi bu edi. Xo'p, undan oldin nima edi? Bu ana o'qu deb yozyapti. Qunduz amakini qissalarini gapiradigan edi. Bu endi taloqning yangi turi. Yangi taloq turi chiqibdi. Taloqning yangi eski turi yo'q edi o'zi. Taloq degani ayol o'rtada keladigan qaror. Yashamayman deydi, qo'yib yubordim deydi. Shu bilan borishadi rasmiy maqomga, ular keyin zaksni yirtib beradi. Shu edi taloq. Uchinchi birov kelib sen taloqsan, sen ajrashding, sen qo'yib yubording yo'q edi hayotda umuman. Uchinchi turini bular endi tug'ishyapti, qarang. Biz shunday ham beadablik qilmaymiz. Mana shu so'zi bilan o'zini o'sha gapiga ko'ra kofir bo'ldi. Qunduz amaki deyapti. Ya'ni mullalar cho'pchak uydiradi-yu. Cho'pchak uydiradi. Qur'onda yo'q, islomda yo'q narsani uydiradi bular. Buni cho'pchak aytib beruvchini bizni Qunduz amaki nomi bilan xalq mana bularga yo'naltiradi. Qunduz amaki, ertakchi, cho'pchakchi deb bularga yo'naltiradi. Nega? Yo'q yerdagi cho'pchaklarni sotib o'tirgani uchun. Bundan bular izza. Nega meni Qunduz amaki deyapsan? Men xafa bo'ldim sendan desam, sal martroqcha bo'ladi, kamida ichidagini aytgan bo'ladi. Bu unday qilmaydi. Ichidagini aytishdan hech qachon bularni aytishini kutmang. Bular dinni olib keladi. Birinchi ayblovi kofir. Kofir bo'lish uchun iymon arkonlaridan biror bittasini rad etish kerak. Yo Allohni, yo oxiratni, yo kitoblarni, yo payg'ambarlarni, yo Allohning malaklarini. Qunduz amaki deyilayotgan cho'pchakchi imom bularni qaysi biriga kiradi? Allohning bir parchasimi yoki payg'ambarlarning biror bittasimi yoki malaklaridanmi yoki kitoblaridanmi? Qayerida bularning o'rni? Kofirmish. Xo'p, yana davom etamiz. Keldi ochilur chog'ing degan joyda endi ochilib kelyapti bularning asllari. Ayoli taloq tushdi. Nimaga? Ayoli taloq tushdi. Taloqni beradimi? Yo, mana ular beradimi? Kim bu? Masalan, men aytaman, Qunduz amaki bular. Cho'pchakchi, mulla kiratgan hammasi ana o ertaga aytib o'tiradigan Qunduz amakidan hech farqi yo'q. Hani taloq tushdimi? Meni ayolimga taloqni kim? Senmi berasan? Kimsan sen? Кто ты такой вообще есть? Taloq tushadimish. Chunki bir olimni haqorat qilib. Olimni haqorat qildi emas. Birinchidan bular qanchalik olim, u alohida masala. Ikkinchidan cho'pchak aytayotganda cho'pchakchi deydi. Qunduz amaki degandagi ma'no shu. Senlarni aytib o'tirganlaring cho'pchakmi? Yo Allohning oyatimi? Allohning oyatini aytayotganga kim bugungacha Qunduz amaki dedi? Kim qayerda? Qunduz amaki dedi. Cho'pchak dedi. Allohning oyatini aytganni har musulmon o'lkada hurmat qiladi. Mana bor edi bizda qori akalar. Abduvali qori bor edi, qancha tafsir darslari bor.
necha juma tafsir o'tgan. Nega uni hech kim Qunduz amaki demayapti? Obidxon qori suralar tafsirlari o'tgan ana jumalarda kasetalarni eshitganmiz davrida. Nega ularni Qunduz amaki demayapti? Chunki ular Allohning oyatini aytayotdi. Allohning oyatini qo'yib, chiqib olib turib, cho'pchak aytadigan bo'lsa, uni nima deyish kerak? U cho'pchakni ham Allohning oyati haqorat qilsak, kofir bo'lib taloq tushadi deyish kerakmi? Bu dinni, haq din u soxta din nima farqi qoladi? Senlarga davlat minbar bersa-yu, senlar chiqib og'zingga kelganni o'tlasang, xalq indamay eshitaversa, shundaymi? Bittasi chiqib aytib o'tiribdi. Suvga bir sho'ng'ib chiqqan ekan, xotinga aylanib qopti. O'zi u xotinini topshirig'i bilan borgan, xamirga suv olib keng deb soyga yuborgan, soyga bir sho'ng'iyman desa, xotin bo'lib qopti. Bu nima? Qunduz amakimi yoki Allohning oyatimi? Jinsini o'zgartirish rivoyatlari qayerdan uydirdilaring bu? Nima fantaziya bu? Nima orzu, istaklar bu? Shu bilan bitta shahzoda o'tib ketgan ekan, u nikohiga olibdimish. Erkak. U nikohda qanday? Nikohda nima degan bu erkak? Falonchani o'g'li, falonchani eri bo'lgan nima degan? Nikohda bilasizlar. Falonchani o'g'li, falonchani qizi, falonchani oldingmi? Oldim deydi, qabul qildim deydi. Falonchani qizi falonchini o'g'li falonchaga tan mahramlikka bag'ishladingmi deydi. Bag'ishladim deydi. Ana shu ijobu qabuldan oldin la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deya ikkalasi musulmonligini e'lon bildiradi. Xo'p, o'sha joyda bu fiqhiy masala. Bun alohida fiqhi bor degan gap bor-ku. Xo'p, shu nima degan? Kimni qizisan deganda falonchani qizi man la ilaha illalloh deganmi? Uni fiqhi qanaqa bo'ladi? Yo shahzoda istayapti deb turib rozi bo'lib kayf qilib yotaveradimi tagida? Qanaqa rivoyat bu? Qanaqa naql bu? U shunchaki birov haligi ichib olgan kayfdagi gap emas. Makkada hajga to'planganlarga aytib o'tirilgan minbarda mikrofon va kameralar bilan butun dunyoga yoyilayotgan videolar. Bunga nima deyish kerak? Qunduz amakimi yo Allohning oyati yo Allohning dinimi shu? Albatta Qunduz amaki deydi, cho'pchak deydi, transgender rivoyatlar deydi, fantaziyangga seni ko'ndalang deydi. Yo'qmi unaqa dadil va tili o'tkir musulmonlar? Yetib ortadi. Shuning uchun izzasanlar. Birov senlarni Qunduz amaki, cho'pchakchi, oldi qochdi demasligi uchun Allohning dinini buzmasdan, Allohning aytgan gapini aytgan, aytmaganini aytmagan deb xolis turishlaring kerak. Bularni izzasi. Kofir bo'ldi, hech qanday asos yo'q takfir qilishga. Xotini taloq bo'ldi. Bularni eng sig'inadigan boshpanasi shu, xotini taloq. Men aytaman hali, mana shu cho'pchak uydiradigan butun hammasi o'sha Qunduz amakilar. Qunduz amakilar, cho'pchakchilar. Allohning dinini it tuyagi qilib tashagan. Davom etamiz Qunduz amakini. Olim aytayotgan so'zni bir multfilmdagi amakini qissasidan gapiryapti. Allohning oyati bilan hazillashib bo'lmaydi. Va ma huwa bil hazl. Opa, Allohning oyati bo'lib qoldi. Qachon mana shularni qachon Allohning oyatini aytganini eshitdinglar? Mana bittasi aytib o'tiribdi. Fohishami bu hijobning ichida, muslimami degan savol bor. Alloh
Nur surasida, Ahzob surasida buyurgan buyruq deydigan mulla qachon chiqadi? Chiquvdi bittasi, haydab soldilaring. Qolganlaring cho'pchak uydirib o'tiribsizlar. Allohning oyati hazilmasmish. Allohning oyati hazilmas bo'lsa, nimaga bu Suhufi Ibrohima va Musa va Anas xona deya Allohning oyatini buzib, kayfiyatni ko'tarib o'tiribsizlar. Uni ham qo'yganmiz kanalda. Keladi unga hali navbat. Shuning uchun olim haqida gapirayotganda ehtiyot bo'lib gapirish kerak. Va ya'ni biz shunaqa momiq, nozik tabiatmiz. Biz nima erkalik qilsak chidanglar. Katta xolanga qilasan erkalikni. Allohning dinida unaqa kazzoblik, cho'pchaklik ketmaydi. Taloqmish. Allohning diniga tuhmat qilsa, taloq tushadimi, tushmaydimi? Necha ming yildan beri cho'pchak uydirib kelasanlar. Xo'p. Atatürk haqida Najmiddin Erbakan'ni aytganlari bor. Endi turkcha gapirgan, men uni endi uzoq vaqtinglarni olmoqchi emasman. Atatürk dushman bostirib ishg'ol qilgan bir mamlakatda dushmanlarni haydab chiqarib, mag'lub etib, butun kemalarni hammasini cho'ktirib, bu davlatni mustaqilligini tan oldirgan yagona lider tarixda. Boshqa lider yo'q unaqa. Kolonizatorlar, bosqinchilar kelgan bostirib, Arab dunyosiga, bu yoqdan Mag'ribdan to Mashriqqacha bizni O'rta Osiyolar ham undan omon qolmagan. Biriga Britaniya, biriga Fransiya, biriga Italiya, Gretsiya, biriga ana Rossiya bostirib kelgan. Hammasi mag'lub bo'lgan. Hammasi mag'lub bo'lib, mag'lubiyat imzosini qo'yib, bosqinchining shartlarini qabul qilgan bugungacha mustamlaka. Faqatgina Anadolu turklarining o'z asl boshlanishi Turkiston. Bu yerdan ko'chib borgan Oğuzlar, Selçuklar qabul qilmagan. Ularga qarshi urushib g'olib bo'lgan. Dunyo imperialistlariga qarshi urushib g'olib bo'lgan yagona misol bu. Boshqa mustamlakachilar 100 yil kutishdi. U yerda imzolatgan 100 yillik imzolashuvlar bor. Orada Montre kelishuvi va boshqalar 100 yil kutishdi 2023 gacha. Undan keyin yangilanishi kerak edi. Yangilanmasligi uchun olib kelishgan bitta soxtakor xoinni. Shu bilan ishini bitirmoqchi. Xullas, Atatürkni nima uchun yomon ko'rishadi? Mustamlakachilarga kuchi yetib ulardan g'olib bo'lgani uchun alam bor. Undan keyin u alamni musulmon dunyosining ichidagi kuklalar orqali ifoda ettiradi. Arablar orqali asosan va arablarga tobe bo'lgan sunniy dunyosi orqali. Erbakan deydiki, nechta ham zavod qurgan. Urushdan keyin 23'ten 38'e kadar Cumhurbaşkanlığı yaptı. 38-yil vafot etgan, shungacha prezident bo'lgan. Hangi politikaları takip ettiyse ilkeler bunlardı. Ilke degani prinsip degani, qoida degani. Atatürk ilkelari nima deganda, o'sha paytdagi qilingan amallari ko'ryapsiz, bu real politikda oldi qochdi gaplar bilan aldanadigan odamlar emas. Nima ish qilganiga qaraysan, ana shular prinsip bo'ladi deydi. Xo'p, nima ishlar qilgan endi o'zi sanab beradi. Bugün gel arkadaş otur şuraya bakalım. 23'ten 38'e kadar bu ülkede takip edilen politikaların temel esasları ne? Gel bakayım. Nedir bu esaslar? Biz o zaman ilkokul çağındaydık. Bu dönemleri yaşadık, yaşayarak biliyoruz. Biz ilkokulda her yıl yerli mallar haftası yaptık. Daha çocukken. Ne demek yerli mallar haftası? Üzüm fındık yiyorduk o haftada kutlarken.
bunu. Bunun manası nedir? Kendi gücümüzle kalkınacağız. Boshlang'ich maktabda fındık ya'ni mahalliy meva, quruq mevalarni alohida bir kun belgilab bolalarga shuni tekin tarqatilardi. Nega? Bolalarda o'z yurtimizda, o'z bog'larimizda mana shu mahsulotlar yetishib chiqishi kerak. Buni simvolik ma'nosi biz faqat o'z potensialimizga tayanib oyoqqa turishimiz mumkin degan. Musulmon dunyosini eng katta xatosi mana shuni unutgani. Tashqi sarmoya ana u yordam bersin. Qaydasan ey falon tog'a deganlar Otaturkni qilayotgan ishi bilan tamoman zid bir-biriga. Otaturkni qilgan ishi bir narsani kuchi quvvati Alloh tarafidan uni o'ziga berilgan. Urug'ni yerga tashlaysiz, u bir yoqdan sarmoya istamaydi. Urug'ni o'zida bo'ladi. Butun shoxi-yu, novdasi-yu, mevasini hammasi potensiali o'sha urug'ni ichida bo'ladi. Hop, davom etamiz. Evet, bizim üzümümüzden, bizim fındığımızda, bizim çayımızda, bizim pamuğumuzda, bizim pancarımızda, bizim ürünümüzle kalkınacağız. Ne yapılıyor? Kabotaj bayramı yapılıyor. Ne demek kabotaj bayramı? Limanlar arasında yabancılar sadece nakliyat yapabiliyor idi. Sabotaj bayrami. Sabotaj degan ish tashlash degan, ishlamaslik degan. Uni bayram alohida qilinadi. Nega? Chunki bosqinchilar bosib olgan paytda portlar orasida kemalar borib kelishi faqat chet elliklarga beriladi. Osmonli xoinlar tarafidan. Sizlar xalifalik deb yurganlar qani u xalifachilar. Xoin sizlarni xalifa degan podshoh hazratlaringlar. Unga qarshi nega endi degan ruhni shakllantirish, haligi meva, fındık, qaysi, panjar bilan at'amahum min ju' oyatiga mos kelsa, endi bu sabotaj bayrami amanahum min xavfni ketkazish uchun qilinadigan tarbiya. Bu hali ilk maktablardagi narsani aytib beryapti. Bunlar ortadan kaldırıldı. Biz kendi limanlarımız arasında kendi gemilerimizle nakliyat yapacağız. Kendi limanlarımız arasında kendi nakliyat yapacağız. Öz portlar arasından özümüz abarıp kelamiz. Bularni yukini oborish uchun chet ellik ajnabiga pul berib oborish kerak edi. Ular nima to'lamas edi? Boj hech narsa to'lamas edi. Shantaj bilan qo'l qo'ydirib olishgan Tanzimat döneminde. 1927'de Kayseri Uçak Fabrikası kuruldu. Uçak fabrikasi, samolyot zavodi qurildi. 27'den oldin 4 yil oldin Cumhuriyet e'lon qilingan, undan oldin urush bo'lgan. Hamma yoq vayrona. Erkaklar qanchasi ham o'lib ketgan. Shu davrda samolyot zavod qurgan. O fabrikanın kuruluşunda temel atarken yapılan konuşmaları okumayanlar alsınlar, okusunlar. Shu zavodning qurilishida aytilgan nutqlarni ochib o'qinglar deydi. Sene 27 düşünün, uçak sanayi gibi bir sanayi biz kuracağız diyor. Bunun altında yatan mana nedir? Sanoatni biz quramiz deydi. Sanoatni birov qurib, Boeing lokomotiv samolyotga falon 100 milliardni berib emas. Bu asl avval boshdan biz quramiz deydi. Bu degani dunyo sahnasida alohida kuch bo'lib chiqamiz degani. Biz sanayileşeceğiz. Biz savunma sanayimizi kendimiz kuracağız diye. Mudofaa sanoatini o'zimiz quramiz deydi. Armiyani kuchaytiramiz, qurol-yarog'ni o'zimiz ishlab chiqaramiz deydi. Tashqaridan sotib olamiz. Mana arab dunyosi nega nakoleniya haligacha tiz cho'kib yashaydi. Chunki qurol-yarog'ni boshqa bermasa, bular yo'q o'zida ishlab chiqarish. Haykırmak demek bunun manası. Ayrıca bir şeye daha dikkat çekmişizdir. O da bak şahsiyetli bir dış politika takip edilmiştir ve en mühim unsur olarak bağımsızlık. Eng tashqi siyosatdagi eng markaziy g'oya hech kimga bog'liq bo'lmaslik. Bağımsızlık degani mustaqillik, bu yani mustaqillik degan kalima uni bermaydi. Hech kimga bo'yin egmagan, hech kimga qarzdor, ya'ni должен, bu bo'yin egilmaydigan, ya'ni tili qisiq bo'lmagan siyosat. Bağımsızlık esas alınmıştır.
Biz bunu yanlış yorumlamak isteyenlere her zaman Atatürk'ün gençliğe hitabesini dikkatle okumalarını tavsiye etmişiz. Buni endi bu siyosatchi nimaroq chiroyli shaklda aytyapti-da. Buni yanglish tushunmoqchi bo'lganlarga biz aytamizki, yanglish tushunmoqchi bo'lganlar degani aslida bunga dushman bo'lganlar. Buni bu Atatürk kofuru, masonu, nima edi, sotqinu deb aytmagani qolmagan u. Tarixda buyuk insonlarga ana shunaqa bo'lgan. Dajjal deyishgan. Tarixda 3 kishiga Dajjal deyilgan. Muhammad alayhisalomga Dajjal deyishgan, Abu Hanifaga Dajjal deyishgan, Atatürkga Dajjal deyishgan. Yahud deyishgan uchalasini ham. Xullas, ularga tavsiyamiz Atatürkni yoshlarga xitob degani bor, genchligiga xitob. O'qimagan bo'lsangiz o'qing. U yerda aytiladiki, ey turk yoshlari deydi. Butun rivojlanish, taraqqiyot va butun hammaga g'olib kelish uchun kerak bo'lgan kuch, quvvat, butun potensialni hammasi seni tomiringda oqayotgan qonda mavjud deydi. Atrofda badxoh degan, u paytdagi Osmonlicha shu forscha aralashda yomon niyatli dushmanlar bo'lishi mumkin deydi. U bo'lgan ham unday bo'lish takrorlanishi ham mumkin deydi. Kelib bosib olishlari mumkin deydi. Hattoki seni yurtingni tepasidagilar ularga sotilish, ularga sotib olishi ham mumkin deydi. Bunaqa ehtimol yo'q emas. Chunki ko'rib turibdiki, atrofda ular uydirilgan din tabiaqqa sotishga xumor hammasi. Sotilishga xumor. Ana shundagi vazifang deydi, yoshlarga xitob, chollarga emas, mullokratiyaga emas, yoshlarga. Shunday bo'lgan paytda ham bo'yin egma. Qarshi tur deydi. Bu bizni Qur'ondan o'rganayotgan la tuti'hu degan prinsipga to'liq mos keladi. Xullas, yoshlarga xitobni o'qisinlar deydi. Orada en mühim konunun bağımsızlığımızı korumak olduğu tekrar vurgulanmıyor. U yerdagi asosiy markaziy narsa mustaqilligimizni, bağımsızligimizni korumak ekanligi takrar ta'kidlanmayaptimi deydi. Hatta sizi idare edenler gaflet içerisinde Batılılara uşak olmak isteyebilirler. Hangi şart altında olursanız olun onlarla mücadele edeceksiniz diyor. G'arbdagilarga, ularga, bularga sotilib ketishlari mumkin deydi. Tepangda o'tirib olgan xoinlar. Ammo qanaqa shart-sharoit bo'lmasa ham mujodala, kurashishing kerak deydi. Bu halde özetleyecek olursak Atatürk ülkelerine bağımsızlık, kendi gücüyle kalkınma, şahsiyetli dış politik. Atatürk bir defa dış seyahat yaptı mı Cumhurbaşkanı olduktan sonra? Hayır. Neden? Çünkü biz tarihin en şerefli milletiyiz. O büyük tarihi düşündü. Ben başkasının ayağına gitmem. Prezident bo'lgandan keyin birovni huzuriga bordimi deydi. Yo'q, 23-yildan 38-yilgacha mana shu ülkede qoldi deydi. Bizni tariximiz shonli, ulug' tarix deydi. Ya'ni turk tarixi. Nega men birovni oyog'iga borishim kerak? Endi oyog'i degan huzuriga deb aytadi turklar. Ta'zim bajo aylaydi deb boriladi, mana Trumpni huzuriga borishadi, qatorlashib o'tirishadi. Semtog'ov deb. Trump keldimi bizlarni Ostona-yu boshqa poytaxtlarga kelmaydi. Sen borasan degani. Hammasi boradi uni huzuriga. Atatürk bormagan. Uni huzuriga kelishgan. Uni ko'rgan Stalin ham bormagan. Uni ko'rgan boshqa taqlidchilar ham shunday qilishgan. Ishing bor bo'lsa kel degan. Meni ishim mana shu yurtda deydi. Xo'p, bu. Bundan oldin nima edi? Hocam oğlum İngilizce öğretmeni olacak. Dua eder misiniz? Oğlum İngilizce o'qituvchi bo'lmoqchi, bir duo qilib qo'ysangiz. Yani bu konuda dua edemem. Bu duo qilmayman.
oğlu İngilizce öğretmeni olacak. Yani acizane ben bu fakir İslam düşmanlarının dillerine bile düşmanım. Va islom dushmanlarini tillariga ham dushmanman. Islom dushmanlari deb kim? İngilizlarni islom dushmanimi deyapti? İslam düşmanlarının kendisini sevmem, dillerini dahi sevmem. Ha. Bu so'pilar Britaniyada eng katta joylarni sotib olishgan. Mana shu xalqqa cho'pchak qunduz amakilar ular. Ular pul yig'ib olib borib shaxta Britaniyadagi eng katta joylar, eng qimmat joylarni sekin-sekin sotib olishgan. Hani yaqinda o'ldi bittasi. O'ldi yana bitta but degan meni videom bor. O'ldi bittasi. Badbashara haligi Frankenstein sifatli pir. 3 ta o'g'li 40 pichoq qo'yadi. Sud, ha? Ota go'ri qozixona. 500 million dollar. 500 million dollar o paytda endi 17 milliard lira. 500 million. Yani yarım milyard. Ana bittasi 100 milliardga yo'q 100 millionga nima quramiz deganiga 600 millionga zavod quramiz deganga qayerdan bu pul deb yursizlar. Bularda ham xuddi shuncha. Hech qanday mahsuloti yo'q, hech qanday xizmati yo'q. Chiqib olib turib faqat rol o'ynash. Chiqib olib turib faqat rol o'ynash. Dindor, taqvodor, voy dushmaniga nafrat duo qilolmayman. Senlarni pirlari Saudiyadagilar tilini duo qilishmas, yotib olib o'rganadi. Bugungaligi kim? Muhammad ibn Salman, Ali Saud Amerikada o'qib kelgan, Amerikani politikalarini olib kelib sig'diryapti. Nima bo'ldi yaqinda? Halloween, Saudiyacha Halloween. Ondan oldin qimorxonalar bor edi. Ondan oldin jaz, sinema. Qayerda uxlab yotibsizlar, ey? Nima degani? Fozli Tonar xo'jaymish. Dindin Tonar xo'ja bu. Bularniki shu endi. Buni davomida nima deydi? Türkiye olduğumuz için birinci dilimiz Arapça, ikinci dilimiz Türkçedir. Birinci tilimiz Arapça, Türkiye bo'lgani uchun ikkinchi tilimiz Turkcha. Arab desa onasini ham sotib oladi, ona tilini ham sotib oladi. Tonoradi. Tonar degani bu. Allohning oyatlari deydi Qur'onda, Rum surasida. Alsinatikum va alwanukum. Sizlarning tilinglar va ranginglarni farqli bo'lishi bu Allohning oyatlaridandir. Bu Allohning oyatlariga ham, Allohning kitobiga ham, diniga ham, hamma narsaga bitta shu arabparastlik almashtirgan. Xo'p, nima edi u? Farg'onada qaysi rayonida bu? Furqatmi? Ularni hammasini Nimedinning qo'liga ishon solish kerak. Hammasini tiqish kerak. Nachalnik militsiya, nachalnik soliq, soliqqa qarshi bo'ldimi? Nachalnik militsiya, nachalnik o'sha militsiyaning gapiga kirib bu qizni yechimtirgan. Qiz bola kiyinyapti. Turistligigacha yetib tashlabdilar iste'molchilar. Mayli sizlar chapqa qarab turinglar, men kiyino degan. Bechora yo'q degan. Ham yerda xo'jayinchilik qilmagan. Turdomini ham qo'liga ishon solish kerak. Hozir nimaga bugungacha ular qamalmagan? Nimaga bugungacha ular formada yuribdi? Bu Ismat Xushevning reaksiyasi hali sud nima jarayonlar ketyapti, ona bir direktor ayolga butun vakolatlarni topshirib qo'yib, qo'liga qurol berib, ana istagan odamni kishanga sol, istagan odamni bu xil deya borib paxta qo'yib, ana bor edi bizani mullalar borib sizlar ribotdagi, jihoddagi sizlar deb turib paxta qo'yayotganlar. Shunaqa taltayadi. Ularga yagona chora ularni zulm jazosiz qolmasligi bilan qo'rqitish. Qur'onda nima deyiladi? Firavnning oilasidagi bir mu'min
iymonini yashirgan, chunki zulm bo'lgan paytda. Ammo vaziyat yuzaga kelganda kelib turib ochiq aytadi. Lakumul mulkul yawm. Qo'linglarda bugun mulk, ya'ni davlat, kuch bor. Ammo Allohning huzuriga borasizlar. Davlat ham yo'q, qo'lingda kuch ham yo'q, hech narsa yo'q. Nima deb javob berasan? Allohdan qo'rq. Ularni tiyishi mumkin bo'lgan yagona omil Allohdan qo'rqish. Allohdan qo'rqishga chaqiradigan kim bor bo'lsa, ana ular ta'sir o'tkazishi mumkin. Endi taqvoga chaqiradiganlar bor, o'zlari ulardan qo'rqib o'tirsa, o'zlari milisaning m harfini eshitsa, tagiga hullab qo'ysa, nima yo'q. Umid yo'q. Mashina ketaveradi. Xo'p, bu yechintirish degan narsa qayerdan keldi? Uni eng ildizini masalaga qo'yib beraman. Hazrati Ali qizlarini bitta odamga qo'shib jo'natganlar. Aytganlarki, qarang, balog'atga yetgan bo'lsa qo'ying. Hazrati Ali qizini Umarga yuboribdimish. Ol qara, balog'atga yetgan bo'lsa olavur deya. Qaysi ota, qaysi musulmon ota shunday qiladi? Rivoyatni qarang. Boyagi transgender rivoyatni men shu og'iz aytib o'tirgan. Yangi zapisi bu. Transgender rivoyatni endi pedofilik rivoyat. Qaysi ota, qaysi musulmon erkak qizini yuboradi? Ana ko'r, balog'atga yetgan bo'lsa olavur deya. Qaysi? Qaysi mazhabda bunga ruxsat berilgan, u qaysi shariatda? Qaysi shariatda bor bu? Davomini qarang. Endi Umar deyish kerak u. Yo, san bunaqa qilinmaydi. Xudo bu boriladi, roziman desa, keyin beriladi. Agar balog'atga yetganmi yo'qmi bilish kerak bo'lsa, ana biror bir ayollardan, ana kim yoki o'zidan so'raladi, yoki biror ayollar bor ana. Uni men endi birovni nomahram qizini deyish kerak emasmi? Bularni dinda demagan. Bular shunaqa uydirib olganda, transgender rivoyat uydirib oladi, bir suvga sho'ng'isa xotin bo'lib kayf qilib yashab yuraveradi. Istasa birovni nomahram qizini o'zi ko'radi. Balog'atga yetganmi yo'qmi? Xo'p, qani bu yoqqa keldi ya. Olib kelib Zaynab ismini. Olib kelib Hazrati Umarni oldiga kelganda Hazrati Umar etaklaridan ko'tarib qo'ygan. Endi men so'kingim kelmayapti, shunaqa so'kinishlar kelyaptiki. Qarang mana basharaga. Etagini ko'tarib ko'ribdimish. Hazrati Umar musulmon ummatini xulafay roshidinlardan. Hazrati Ali u ham keyinchalik xalifa bo'ladi. Bularni axloqi deya islom ummatiga 1200 yillik o'rgatib kelingan dinni ko'ryapsizlarmi? Etagini bunday ochib qaradi. Sen qizingni yubor. Biror bir kuch egasi istab qolsa, olavur ana. Bormi kim? Kim ekan u bo'lg'usi kuyov? Traktorchim bo'ldi, olib ketaversin. To'yni keyin qilaveradi. Bular ham shu. Olib ketavur. Etagini ko'tarib ko'r, balog'atga yetgan bo'lsa olib qolaver. Foy. Galigi Zaynab aytganki, agar Amirul Mu'minin bo'lganingizda bir tarsak solardim. Qarang mana, turqini qarang. Turqinga seni bir tarsaki solardim. Demakki qiz norozi. Istamayapti birov kelib uni etagini ko'tarib ko'rishga. Qani bu yerdagi rijollar? Hazrat Ali nega ishlasa demagan? Ko'ryapsizmi? Uydirmani qayerdan tutsang shilta. Hazrat Ali sher xudo deb bekorga aytmagan. Butun dushmanlar kelgan paytda ham, chiqishga hamma qo'rqib o'tirgan paytda ham men chiqaman deb chiqavergan. Hech qachon qo'rqdi degan narsa bo'lmagan. Uni biografiyasida yo'q. Uhudda masalan Usmonov va nimalar kim, Umar va Abu Bakrlar tumtaraqay qochadi. Ali qochmaydi.
Hoshimiy avlodida unaqa qo'rqdi degan narsa yo'q. Hamzat ibn Abdul Muttolib, sheri Xudo qo'rqmaydi. Ularni qonida bor, qo'rqmaydi. Kim? Makkani kattasi bo'ladimi? Musulmonlarning kattasi bo'ladimi? Agar haqni aytmoqchi bo'lsa aytadi, himoya qilmoqchi bo'lsa himoya qiladi. Bularni rivoyatini boshidan oxirigacha agar Ali, Umar, Zaynab degan ismni olib tashlab, g'arbdagi haligi xotin almashtiradigan pedofilik ismlarni qo'ysang, John Smith, Michael deganlarni hech farqi yo'q. John degan bir pedofil dediki, "Sen qizingni menga ber." Naryoqdagi Sam dediki, "Bu balog'atga yetganmi yo'qmi? Sen ko'r o'zing." Balog'atga yetgan bo'lsa, ol, ana seniki. U keldi, etakni ko'tarib ko'ryapti. Pedofilda o qiz dediki, "Bir solar edim senga" deb. "Oh, balog'atga yetibdi" dedi. Nima farqi bor? Nima farqlaring bor? Balog'atga yetibdi deb olib qolgan. Balog'atga yetibdi deb olib qolgan. Balog'atga yetmagan aqli yetmaydi. Balog'atga yetmaydigan, yetmasa aqli yetmaydi. Bu shu darajada inson tabiatidan begona bo'lgan maxluqlar bular. Inson tabiatidan begona bo'lgan maxluqlar. Qizlarga, ayollarga munosabat shunday shakllantirilgan. Etagini ochib ko'raveradi. Boshqa rivoyatlarda bor hali. Umar joriya bozoriga borib, u yerdagi sotilayotgan joriyalarni birma-bir etagini ochib ko'radi degan. Bularni dinidagi namunalar bu. Bularni tarbiyasizdan o'tgan militsiya nima qilsin? Nima qilsin? Ayollarni himoya qilsinmi? Mullalar himoya qilayotgan yo'q, fohishami, muslimami kim bilib o'tiribdi deb. Qancha yechintiradi. Qancha yechintiradi. Yechintirib kelgan ham. Karimov davrida militsiyalar ko'zini oldida tajovuz qilishar edi. Mahbuslarni, mahbus emas. Hali sudlanmagan, tergov ketayotgan paytda ko'zini oldida qizini zo'rlar edi, ayolini zo'rlar edi. Qo'l qo'ymana unga deya. Qayerdan shakllandi bu? Mana bu pidaraslardan. Xo'p. Men O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy sifatida fatvo Buni eslaydiganlar bormi? 1999 Toshkentda portlash uyushtirishdi KGB bilan mana ular. Undan keyin ommaviy qamaqamalar, ommaviy qatag'onlar, ommaviy takfir boshlandi. Ana shu takfirga rasman Allohning dini nomidan qatag'onlarga, takfirga-yu hammasiga ruxsat bergan fatvo. beramanki, bunday g'alamis niyatdagi so'zidan, o'zini qasamidan qaytmagan, tavba qilishlik yo'liga o'tmagan shaxslar bilan qarindosh urug'lik iplarni barcha mo'min musulmonlarning ustilar. Qo'shnichilik aloqalarini yo'q qilsalar, bular bilan gaplashmasinlar, balki bularga qarshi nihoyat darajada qattiq bir choralar ko'rsinki, bularning ko'zi ochilsinlar. Mana muhtaram azizlar, mustahazratlarni fatvo berdilar. Bular bilan qanday munosabatda bo'lishlikni? Shu ulamolarimizni so'ziga yurmayotganlarni, xalq boshiga tortinchlikning kelishiga sababchi bo'layotganlarni munosabatingizni mana mustahazrat fatvo chiqardilar. Ularni ham janozalarimizga qo'shmaymiz, janozalariga bormaymiz. Ular bilan muomala qilishga yordamchi qilamiz. Mana azizlar, butun Karimov zulmlari, qatag'onlarini asl motivi mana shu. Ular adashgan oqim aqida parastlar, vahobiylar, ular, bular deb borib, bali egov xotinlar bo'ladi-yu, erini egovlayveradi, oxiri qulaydi-da. Bular ham borib ustidan yozaverib, mana bu deyaverib, KGBni manfaatiga mos keladigan paytda ishga yarab qoldi.
99-yil oxirlarida saylov bor edi. Saylovda shok terapiya bilan odamlarni qo'rqitib turib saylanib olish kerak edi. Mana shular ishga yaradi. Shuning uchun aytaman, KGB bilan Naqshbandiya jufti harom o'ynash jazmanlar deya. Son minglagan o'zbeklar o'ltirildi. Ularning asorati bugungacha kelyapti. Xalq nihoyatda bezigan. Militsiyasidan ham, boshqasidan ham qochib ketgan. Sarson sargardon yuribdi. Bütün bularni hammasi oxiratda endi birma-bir olib kelinganda mana bu boqqorlar, bunga o'xshagan million gunohlarni orttirib olganlar, ularga g'alamislar, diniy ekstremist, nima deydi, terrorist deb turib ekspert xulosa berganlar hammasi yuribdi mana bugun qornini siypab mazza qilib. Biron bittasi tavba qilgan yo'q. Ketdi. Mana uchalasi ham o'ldi. O'sha o'ligi ham chirib bo'ldi. Qanday javob berishadi endi? Karimov dodasi kelib shafoat qiladimi? Yo Vanuatu va haligi fuqarolari shafoat qiladimi? Nari borsa Karimov Vanuatu bilan birga tiriladi qiyomatda. Mana shular qo'yilgan edi. Nimada? Telegram kanalda. Xo'p, bu yoqda eng mazza qo'ragan tomoni Al-Buxoriy bobomizni qaysi mamlakatlarda? Bu yog'i endi Detskiy park. 3D animatsiya bilan qildi. Qarang. Buxorodan Buxoriy hazratlari tuyada qayerlarga borgan. Ular endi o'tiribdi, haligi maktab bolalari. Bo'lganligi to'g'risida. Mana Buxorodan boshlab ketdik. Uchargilarda qo'rqitdimi? Rostdan uchganda his qilasiz o'zingizni. Uchyapman. Ey, bechora. Yosh bolalar. Eng beozor o'yinlar. Ochilish kunini e'lon beramiz. Uchargilarimizdan harakatga qo'yayotgan bo'lsa kerak. Buxoriy shu uchargilamda uchib borganmi shu yerda. Gilamga o'tirganiga xursand bular. Mazza qilib kelibdi-da bolalar o'ynab bayramda. Есть в Узбекистане такой псевдопроповедник Мадхалит. Madxalit bu Hamid. o'zini taqvida Qur'on musulmonligi deya bir Oxiri mana shuni aytay sizlarga. Bu Fathullah Gulen degan terroristik tashkilotning kattasi. FETO deydi. Fathullah Terroristic Organization. Terror örgütü. Öldü yaqinda bu. Amerikada, Pensilvaniyada yashar edi. Pensilvaniya Amerika tashqi razvedkasini eng ofisi joylashgan joy. Qur'on musulmonligi, ya'ni faqat Qur'on degan da'vat boshlangan paytda bular birinchi bo'lib ishtoniga bajargan. Chiqib olib turib Qur'on musulmonligi degan bir adashuv, zalolat chiqdi. Sapiqlik degani adashuv degan. sapıklık çıktı. Kur'an Müslümanlığı diye bir sapıklık çıktı. Qur'on musulmonligi bo'lmay nima? Avesto musulmonligi bo'lish kerakmi? Mein Kampf yo'q, Tavrat ya Injil musulmonligi bo'lish kerakmi? Mana bu o'zini Mahdi deb e'lon qilgan. Fathullah Gulenning orasiga Fathullah M Gulen deb yozadi. Jamoatni, tariqatni ichidagilar uni Mahdi deydi. Xalqqa e'lon qilsa to'xta deb tergov qiladi-da. Chunki boshqa Mahdiyman deganlar bor. Endi kundoshlar orasida jang ketadi. Shuning uchun tixa imijimida imom nikohi bilan yashab yuraveraylik. Xo'p, birinchi dushman bu. Kur'an musulmonligi demek dinsizlik demek ya. Qur'on musulmonligi demak dinsizlik demak yo'q. Qara. Dinsizlik. Qur'on musulmonligi demak dinsizlik. Bu kim? Qarang yaxshilab. Jubbali Ahmad degan saxtakorning teki. Buni rivoyatlarini qo'yib beruvdim. Qur'on musulmonligi demak dinsizlik. Nima bo'lish kerak? Hadislar bo'lish kerak. Xo'p, hadislar qani aytdi?
Hadis qaysi hadis dindor bo'lib qoladi, din bo'lib qoladi. Payg'ambar kechasi garshokka bajaribdi, ertasi kimdir ichib yoribdi. Shu bilan jahannamdan qutulibdi. Men buni aytib o'tirgan rivoyatlarni men keltirganman. Payg'ambar burun qoqsa, sahobalar uni tabarruk deya ustlariga surtardi. Uri yiqib to'polon. Mana bu din. Buni sudyebni nimalari bor. Sudyebni ishlari. Marokkodan olib kelishgan xotinlarni birma-bir navbatga kirishgan. Bu ham bor navbatda. Politsiya bosgan, ular keyin pokazaniya beryapti. Ana soqollik bunday dedi deb. Kim u soqollik? Soqollik bor edi bilmayman degan. Ular endi nima, u tanisharmidi pasportini ko'rib. Keladi, ishini bitiradi, ketadi. Soqolligi bor edi. U nikoh o'qidi bir kechalik deydi. Jubbali nikoh o'qigan yonidagi tajovuzchilar bilan marokoshlik fohishalarga bir kechalik nikoh o'qigan. Keyin qaysi soqollik degan mashina ko'rsatishgan. Bu aytgan, yo'q bu iftira degan, tuhmat degan. Keyin to'xta degan, buni aniqlaymiz deb keyin aytgan. U xo'p nima qildi? U yechindi, unday bo'ldi, bunday bo'ldi degan. Yechinganda nima deganda, mana bu joyda mana bunaqa tirtig'i bor, mana bu joyda mana bunaqasi bor deya badanidagi alohida nimalarni, alomatlarini aytib bergan fohishalar. Ondan keyin bu tutilgan. Politsiya deydiki, sen yech ko'rsat, shu yerda shram bormi, operatsiyami nimadir bo'lgan joylarni ular aytib berishgan. Keyin bu lutfan, iltimos degan, qulingiz bo'lay degan. Bugungacha shahar KGB'siga ishlaydigan ko'ppak bu ham. Mulla Kiratiyani butun hammasi ko'ppak. Bize Kur'an yeter demek zındıklıktır. Bizga Qur'on yetar demak zindiqlikdir degan bu Turkiyada hozir ancha shishirilayotgan Halil Qo'naqchi degan bittasi. Hech qayerda o'qimagan. O'zini intervyusini ko'rdim. Hech qayerda o'qimaganman deydi. Bir ilm olish nasib bo'lmadi deydi. Va chiqib olib turib gap sotib o'tiribdi. Qur'on yetar demak zindiqlikdirmish. Qur'on yetar deb Qur'on aytadi Ankabut surasida. Senga bu kitobni nozil qildik, yetarli emasmi deydi. Javobi nima? Javobi nima? Qur'on yetmas deb mushriklar aytardi. Yo'q, bu Qur'on yetmaydi, sen mo'jiza ko'rsat. Miroj bilan chiq, osmondan olib kel, qog'ozlarda yozilgan bo'lsin. Yoki yerlardan buloqlar chiqirsin, bog'laring bo'lsin, o'rta oltinlardan, zuhruflardan bu qoshonalar bo'lsin va hokazo mo'jiza. Mana bular mo'jiza istaydigan mushriklarni bugungi urug' aymoqlari. Xo'p, endi kelaylik o'zimizning asosiy mavzuga. Haj surasini boshlagan edik. Haj surasi bizning konseptual kontekstual metodimiz bo'yicha Niso surasi hamda Ra'd surasi bilan bir konseptual qatordagi bu suralardagi markaziy g'oya amr. Birinchi, ikkinchi suralar haqida aytdik o'tgan safar. Bu 22-surada, ya'ni 3-navbatdagi surada amr, Toha kontekstidagi amr, tog'utlar bilan amr qanday bo'ladi? Hidoyatdagilar bilan bog'liq amr qanday bo'ladi? Xo'p, 1 soat kirish vaqtimiz bunga ajratdik. Endi bevosita suraga o'tamiz. Auzu billahi minashaytonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. 10 oyat o'qigan edik o'tgan safar. Xo'p, endi 11-oyatdan boshlaymiz. Wa minan nasi man ya'budulloha ala harf. Ba'zi odamlar Allohga bir chetda yaroqsiz shaklda qulluq qiladi. Harf degani chetda yaroqsiz degani.
kalimadagi harfni alohida olib qo'ysa hech qanday ma'no kasb etmaydi. A, B, S, D hech qanday ma'nosi yo'q. Ana shu ma'nodan o'z o'rnidan chetlatilgan narsaga, hech bir ishga yaroqsiz bo'lgan narsaga harf deyiladi. Harf degan gapni eshitgansizlar balliga. Turklar demaydilar harf deb. Harf degani bezdellik degani. Hech bir ishga yaroqsiz u turgan degan. Keraksiz degan. Boridan yo'g'i degan ma'no. Insonga nisbatan ham xuddi shu ma'noda ishlatiladi. Xo'p, endi ala harfin degani Allohga ibodat, Allohning buyrug'i va qaytariqlariga bo'ysunish edi. U chetda tegib qochib yuradi. Fa in asabahu khayr فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Agar unga yaxshilik yetsa, u bilan xotirjam bo'ladi. Agar unga biror fitna, sinov yetsa, yuzi burishadi. Dunyoda ham oxiratda ham boy beradi. Ochiq boy berish ana shudir. Bu bugungi bizning musulmonlarning aniq ta'rifi. Qur'on oyatlariga kimlardir ruxsat bersa, buning uchun hech kim hech narsa demaydigan bo'lsa, biz mana Qur'on bizning kitobimiz deydi. Payg'ambar hadislari uni ham din qilib olishgan-ku. Payg'ambarning hadisimi yoki uydirmami, unisi u savol bor. Haligini savolida qapta savol bor. U hali payg'ambar aytgan hadismi yo yarim yo'lda uydirib yuborilganlarmi? Ular yo'q, bu payg'ambar hadisi hammasi tekshirilgan deydi. Bo'pti, tekshirilgan bo'lsa, qani kim bunga qanday amal qilyapti degan joyda hammasi tashlaydi, qochadi. Soqol, mana aytdik bugun. Amin. Bu endi ibodatlardagi eng bir primitiv saviyadagi narsalar. Uni tepadagilarni hali aytmayapman. Ijtimoiy siyosiy masalalar bor. Summa takunu khilafatun rashidatun ala minhajin nubuwwa degan hadislar bor. Xalifalik bo'ladi degan. Xalifalik bo'ladi deganlarda qo'rqib qamoqqa tashlab yurishdi. Shib o'tirgan ahvollaringga qarab. Nega? Chunki biror sinov yetsa bo'ldi, yuzi burishadi. Mana shu dinga ishondim. Mana shu yo'lda hayotim oxirigacha mana shu yo'lda turaman degan yo'q, umuman yo'q. Umuman yo'q. Tashlab qochadi. Tonvoradi, ana tonar. Tonvoradi. Kelib turgan paytda falon payg'ambar hadisi, voy mana bular hadisni rad etyapti. Payg'ambardek deb turibdi. Men aytmayapman. Payg'ambar Rasululloh deyapti deya. Ko'ksiga urganlar ozgina sinov kelishi bilan tonvoradi. Abdul Qorini yonida yurgan andijonlik bolalar aytuvdi. Yonida bo'lganda shuni masjidga qatnab yurgan jamoatdagilar. Soqol qo'yish sunnat, soqolni sunnatligini bilib qasddan o'g'irgan odam qattiq gunohkor bo'ladi deb ma'ruzalarda men eshitganman, kasetalarda. Ular aytib berishdiki, Abdul Qori yo'qoldi deganni ertasiga uning yonidagi eng yaqin shogirdlari degani hammasi qirtishlab taqirqib olgan bo'yicha bugungacha hali soqol qo'ygan yo'q deydi. Ana shunaqa. Uni harf deydi. Harf yaroqsiz yani. Oxiratda ham, dunyoda ham boy beradi. Oxiratdagisini biz endi hali bilmaymiz-u, ammo dunyoda bunaqa tip boy berayotganiga takror va takror guvoh bo'lyapmiz. Takror va takror guvoh bo'lyapmiz. Haydalyapti. Bir umr it vafosi bilan xizmat qilgan kuch egalari haydayapti. Sen qanaqasiga bu cashback so'rab qolding deb haydayapti.
bunisidan haydayapti, bu yoqdan haydayapti-yu, bu yoqdan haydayapti. Ochiq boy berish ana shudir. Oxiratda ham quruq qoladi, dunyoda ham quruq qoladi. Allohning dini aslida tamoman ziddi edi. Ham dunyoda, ham oxiratda maqsadga, murodga yetishish edi. Yo'lning oxiri. Buning uchun sobit turish kerak edi. Sobit turish kerak. Tanlagan yo'lda oxirgacha mard bo'lib turish kerak. Yoki men bu yo'lga yaramayman deb chiqqanini e'lon qilish kerak. Bu endi sal mardlik bo'ladi. Bular yo'q. Sal fitna etsa qaytaradi, bo'ldi. Dunyoda boy berdi degani. Sobit turmagan uchun oxiratda ham endi avtomatik boy berilgan bo'ladi. Yad'u min dunillahi ma la yadurruhu va ma la yanfa'uhu. Zalika huwa ad-dalalul ba'id. Allohdan o'zga na zarar, na foyda bera olmaydigan narsalarga duo qiladi. Yad'u degani chaqiradi degani. Uzoq adashuv ana shudir. Bu endi avval boshda Alloh haqida kitobsiz, bilimsiz talashib tortishadiganlar degan mavzu ochiluvdi mushriklar haqida. Ana shuni sababi, ya'ni harf bo'lib turib chetda yaroqsiz qolishiga sabab Allohdan o'zgaga duo qilib, Allohdan o'zgalarga suyangani. Bugungi musulmon ta'rifi dedik. Bugungi musulmon ta'rifi Allohdan o'zgalardan umid qilishi. Falon o'liklar birinchidan. Agar vaziyat siquvga oladigan bo'lsa, ulardan ham umidini uzoradi birdiniga. Ularning umidi ko'zga, chunki mushrikda kalla mushrik. Ko'zga ko'ringan falon tanka, falon tanish bo'lish, orachi bor poraxo'rlar ana shular. Allohga suyanish yo'q. Allohga suyanish yo'q. Shuning uchun uzoq adashuvda. Yad'u liman darruhu aqrabu min naf'ihi la bi'sal mawla va la bi'sal ashir. Zarari foydasidan yaqinroq bo'lganlarga yolvoradi, chaqiradi. Qanchalar yomon yordamchi va qanchalar yomon hamroh. Mana ko'rdik bugun haligi fatvo beruvchilarni qo'shnichilik qilmang, onunday qilmang deganlar. Nima bo'ldi oxirida? Oxirida nima bo'ldi? Nima bo'ldi oxirida? Xor bo'lib o'lishdi. Ularni qanday o'lganlarini men sal xabarim bor. Xor bo'lib o'ldi. Nima uchun? Allohdan o'zgalarga xizmat qilib, Allohdan o'zgalarni hamroh qildi. Qanchalar yomon hamroh, qanchalar yomon yordamchi. Bu davlat u KGB u zolim tog'utlaringiz. Innalloha yudkhilul ladina amanu va amilus solihat jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Innalloha yaf'alu ma yurid. Iymon keltirib amal solih qilganlarni Alloh ostidan anhorlar oqqan bog'-rog'larga kiritadi. Alloh o'z irodasini ro'yobga chiqaradi. Alloh jannat degan pokiza o'rinlarni loyiq bo'lganlarga berishni iroda qilgan. Loyiq bo'lganlarga berishni iroda qilgan, chunki Alloh odil zot, haq va odil bo'lgan zot. Kim nimaga loyiq bo'lsa, shuni beradi. Jannatga, bog'-rog'larga, mukarram o'rinlarga loyiq bo'lganlarga loyiq bo'lganini beradi. Nohaqlik bilan emas, adolat bilan beradi. Buning uchun iymon keltirib, solih amal qilgan bo'lish kerak. Tegib qochib, harb bu bir chetda yo Alloh deb, yo falon deb turib, shirk aralashtirib yurganlar
pokiza joylarga loyiq bo'lmaydi. Chunki shirk najas bu. Pokiza joyga najas kiritilmaydi. Allohning irodasi ana shu. Man kana yazunnu an lan yansurahu Allahu fi dunya wal akhirah. Alloh unga dunyo va oxiratda yordam bera olmaydi deb o'ylayotgan kimdir bo'lsa, hop, unga kimga bu? Yansurahu zamiri kimga boradi? Unga hali to'xtalamiz. Fal yamdud bi sabab ila as-sama thumma liyaqta'a falyanzur hal yudhibanna kayduhu ma yaghiz. Kimdir bo'lsa, g'azabini ketkazish uchun bir sabab, vosita, arqon deyishadi ba'zan. Bu sabab aslida bir yo'l yoki vosita bilan samoga uzaysin, so'ngra uzilsin-da, bu chorasi uning g'azabini ketkaza oldimi, boqsin. Xo'p, bu yansurahu kimga boradi? Unga yordam bera olmaydi deb o'ylayotgan bo'lsa. Grammatik qoidalarga ko'ra yansurahu hu zamiri o'ziga eng yaqin bo'lgan ismga boradi. Xo'p, bu yerda yo'q. Bu yerda jam bor. Innallazina yo innalloha yudkhilu allazina. Xo'p, undan oldin mana bu Allohdan o'zgaga duo qiluvchi mavzusi bor. Allohdan o'zgaga duo qiluvchi mavzusi Alloh yordam bera olmaydi degan fikr bilan Allohdan o'zgalarga duo qilayotgan bo'lsa, mana bunday qilsin, ketkazdimi? Bu bitta ma'nosi. Sura shirkdan qaytarish uchun mana shunday argumentlarni olib keladi. Allohdan o'zgalarga duo yoki shafaat tilayotganlar haqida masalan deyiladiki, Allohni bilmaganini ular bilib xabar beradimi Allohga? Yoki Allohdan o'zgalar biror nima yaratganmi? Bu joyda endi yordam berish nasr mavzusidan keltiriladi. Buni odatda Muhammad alayhissalomga yordam bera olmaydi degan odam g'azabini ketkizish uchun arqon bog'lasin-da uzvorsin deb aytishmoqchi bo'ladi. Ammo Muhammad alayhissalomga degan kontekst yo'q hali bu yerda. Bu yerdagi kontekst faqat Allohdan o'zga na foyda na zarar bera olmaydiganlarga duo iltijo qilish mavzusi bor, kontekst. Bu kontekstga bog'laganimizda bu o'sha mushrikka tanbeh mohiyatidagi oyat. Alloh o'zi senga kifoya yetarli emasmidi? Alloh senga yordam berib qutqara olmasmidi? Nega shirk keltiryapsan? Degan ma'noda tushunsak, kontekstual qoidaga rioya qilgan holda tushungan bo'lamiz. Bu yerdagi tashbihni qarang. Bir sabab bilan samoga uzaysin, so'ngra uzilsin-da, bu chorasi uni g'azabini ketkaza oldimi, qarasin. Shirkni ana shu samo va samodan qulashga o'xshatib tashbih keltiradi. Masalan, qushlar uzoq bir makonga tashlab ketdi-yu, ya'ni shamol uchirdi-yu, qushlar olib ketdi deganda. Ya'ni Allohni o'ziga shirk keltirmagan holda duo qilsangiz, martabangiz oshib, yaqinlashardingiz
degan joyi bor. Orada endi Allohdan o'zgaga duo qiladigan bo'lsang, tappa tushding. Shu ishmi endi shu? Shu ishmi endi shu? Shunga o'xshashroq ma'no chiqadi. O biror bir ishga yaradimi? Xo'p, endi najot berdimi? Alloh va Allohdan o'zgalarga shirk keltirgan holda duo qilish. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. Biz uni ana shunday ochiq so'zlar bilan bayon qilingan oyatlar holida nozil qildik. Ayatun bayyinat bayon qilingan. Bayon degani ochiq so'zlar bilan. Ayatun mo'jizat yoki nima deydi? G'ayri tabiiy fizika, kimyo qoidalar, qonunlarini buzish orqali deyilmaydi. Alloh nozil qilgan oyatlar og'zaki bayon qilinadigan argumentlar, dalillar. Ochiq so'zlar bilan, mana ochiq so'zlar bilan bayon qilinyapti. Allohga duo qiling, yuksalib, orada boshqasiga duo qiluvdingiz, tappa tushdingiz. Allohga duo qiluvdingiz, bir sababga bog'lanyapsiz. Alloh haqiqatan yordam berishi mumkin. Orada tappa uzdingiz. Bir shirk keltirdingiz, tappa uzildingiz, mahrum qoldingiz. Habata bo'ldi bundan oldingi urinishlaringiz. Shu ishga yaraydimi shu? Degan narsalar hammasi og'zaki bayon. Mushriklar ana shu og'zaki bayon etilgan narsa ustida tafakkur etishga yalqovda yoki intellektual noqisligi bor. Yetmaydi. Aql ishlatib ko'rmagan. Shuning uchun bular eng primitiv narsani istaydi. Mo'jiza ko'rsat. Qani ko'rsat. Boshlamaysanmi? Namoyishni deydi. Alloh deydiki, biz oyatlarni mana shunday aqlni ishlatib, tafakkur qilib, tushunib, anglab olinadigan qilib nozil qildik. Va annalloha yahdi man yurid. Mana shu oyatlar kimlarga hidoyatiga yaraydi? Alloh xohlaganiga yo'l ko'rsatadi. Kimlarga yaraydi? Mushriklarga yaramaydi. Buni bildik. Bularga faqat shou kerak. Ammo hamma ham unday emas. Baribir o'sha davrda ham Qur'on oyatlari ustida aql ishlatib, tafakkur, tadabbur qilib tavhidga kelgan insonlar bor edi, hozir ham bor, bundan keyin ham bo'ladi. Ana shundaylarni hidoyatga kelishini Alloh istagan. Ana shularni hidoyatga keltiradi. Innal ladina amanu wal ladina hadu was-sabiin wan nasara wal majus wal ladina ashraku inna Alloha yafsilu baynahum yawm al-qiyamah inna Alloha ala kulli shay'in shahid. Iymon keltirganlar, bu endi Muhammad alayhisalomning atrofidagilarga shunday deyilgan, iymon keltirganlar yoki undan oldingi ummatlarni ham butun barchasini ichida iymon keltirganlar degan qismlari bo'lgan. Ana shular. Xo'p, endi yahudiylar, sobiiylar, nasroniylar, majuslar. Xo'p, yahudiylar bular kim? Musa alayhisalomning ummati. Umumiy bir qo'pol tarzda aytadigan bo'lsak bu. Sobiiylar, nasroniylar endi Iso alayhisalomning ummati. Xo'p, orada sobiiylar kim? So'q yo'q. Zamkli. Okay? Sobiiylar kim? Aliya kelibdi, balkonni ochib chiqmoqchi, tashqarida qor. Sobiiylar Yahyo alayhisalomga ergashgan ummatlari, ammo u ummati milliardlarni tashkil qilmaydi. Lekin oz miqdorda baribir ham bor. Ularning nomi sobiiy. Majuslar endi kimlar? Majuslar
Zardushlar deysizmi yoki Zardusht alayhissalomning ummati deysizmi, qanday nomlaysiz? Ana shu Zardushtiylik asl avval boshda yakka xudolik dini bo'lgan. O'rdagi simvollar keyin mohiyatlari o'zgartirib boshqa bo'lib nimaga aylanib ketgan? Shirk deya talqinlashib ketgan. Hop, Zardusht bizni Dashti Qipchoqdan chiqqan, o'zi asl tegi. Va sherik qo'shganlar. Bu joyda samoviy dinlar bo'lgan, tavhid payg'ambarlari keltirgan dinga mansub bo'lgan 3 ta toifa, majus va mushrik. Bu endi Qur'on tarafidan tasdiqlanmagan payg'ambar va dinlar. Xo'p, Alloh qiyomat kuni ular o'rtasida hukm qiladi. Alloh qiyomat kuni ular o'rtasida hukm qiladi. Alloh barcha narsa ustida guvoh. Bayyinat dedik. Bayyina surasida mana shu narsa umumlashtirilgan holda keltiriladi. Innallazina kafaru min ahlil kitab wal mushrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulayka hum sharrul bariyya. Ahli kitoblar ichida, ahli kitoblar mana yahudiylar, sobiiylar, nasroniylar, ularga kitob berilgan. Ularni ichidagi kofirlari rad etganlar bor, rad etmaganlar bor, rad etganlari va mushriklarda endi hech qanday istisno yo'q, butun hammasi jahannam olovida. Alloh qiyomat kuni ular o'rtasida hukm qiladi. Alloh barcha narsaga guvoh. Hukm qiluvchi va guvoh ayni bitta zot. Bu haqda aytuvdik oldingi safarlarda. Alam tara anna Alloha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wash-shamsa wal qamaru wan nujum wal jibal wash-shajaru wad-dawab wa kathirun minan nas wa kathirun haqqa alayhi al-'adhab wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim inna Alloha yaf'alu ma yasha. Osmonlar va yerdagi barcha deganda aql egasi, ya'ni ongli mavjudotlarga aytiladi. Quyosh, oy va yulduzlar, tog' va tosh va daraxtlar, hayvonot va ko'plagan odamlar Allohga sajda etishini, to'liq bo'ysunishini ko'rmadingmi? Ko'plagan odamlar, barcha odamlar deyilmayapti. Barcha yulduzlar, tog' tosh va daraxtlarda barcha mutlaq qamrov bor. Odamlar deganda ko'plagan odamlar, barcha odamlar emas. Ba'zilari uchun azob haq rost bo'ldi. Arqonni o'zlari uzishdi-yu, tappa qulashdi. Allohga ibodat qilib kelyotdi-yu, shirkka botib habata bo'ldi. Yaxshi, to'g'ri jannatli yo'lda ketyotdi-yu, gunohlarga o'tib ketdi-yu, mahrum bo'ldi. Ana ularni azobi haq bo'ldi. Vojib bo'ldi endi. Jinoyat sodir etildi, bo'ldi. Bu yog'i endi jinoyat ishi ochildi, oxir jazo bilan tugaydi. Alloh o'z istaganini yo'q. Alloh kimni xor qilsa, uni mukarram qilguvchi yo'q. Alloh aytib qo'ygan: mushrik bo'lmanglar, shirk keltirmanglar deya. Bo'lmasa xorlik kutadi sizlarni deya. Xorlik kelgandan keyin uni endi hech kim mukarram qilolmaydi. Bugungi avvalda keltirgan videolar ana shularga yaqqol bugungi tirik misollar aql ishlatganlar uchun. Xor
Alloh xor qiladi, hech kim mukarram qilmaydi. Qilolmaydi ham. Yurasizlar keyin shikoyat qilib, Qunduz bobo deyapti, xotini taloq deb ko'raylik, to'xtarmikin? Kofir deb ko'raylik, to'xtarmikin? To'xtamaydi. Nega? Chunki vaman yuhinillahu, kimniki Alloh xor qilib qo'ygan bo'lsa, fama lahu min mukrim, uni mukarram qiluvchi hech kim yo'q. Hech kim yo'q. Alloh o'zi istaganini ro'yobga chiqaradi. Alloh ana shunday bo'lishini istagan shu ro'yobga chiqadi. Xo'p, davom etamiz. Hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. mana bular hadani, mana bu ikkov degan. Robbi haqida husumat qilgan ikki dushman. Mana ikki dushman deb oxirida bergan ekanman. Ikki, ya'ni tasniyani. Kofir bo'lganlar uchun olovdan kiyimlar kesiladi. Boshlari ustidan qaynoq suvlar quyiladi. Mana bular. Kimlar bu mana bular? Xo'p, endi qaraymiz. Hadani kim bular? Mana bu joyda ikki toifa inson tipi keltirilgan. Va kasirun minan nas, bir toifa odam Allohga sajda qiladi va bir toifa odam va kasirun haqqa alayhi al-adab, ikki toifa odam zikr kelgan. Ana shunga bog'lashimiz mumkin bo'ladi kontekstual metodga ko'ra. Demakki, Allohga to'liq bo'ysungan, to'liq bo'ysunishga sajda deyiladi. Va to'liq bo'ysungan degani hech kimni qo'shmasdan, shirk keltirmasdan degani. Ba'zilar azob vojib bo'ldi deganlar bu endi yo shirkka kirgan, yo tog'utlashgan, yo boshqa biror bir gunohga, jinoyatga botgan. Ana shular orasida endi to'qnashuv chiqdi. Bayinat surasini esladik, u yerda ham xuddi shunday deyilgan edi. Va ma tafarraqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina. Ularga ochiq bayonlar kelgandan keyingina ular bo'lindi. Bu kitob yetib borganlar bo'lindi. Bo'linganlarning eng yomonlari jahannamda, bo'linganlarning eng yaxshilari jannatda. Ana shu endi joy-joyiga tushadi. Kofir bo'lganlarni oqibati aytildi. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. U bilan qornlari va terlari eritiladi. Oxirat qiyomat soati shay'un azim. Taqvo qiling deyilgan edi, mana endi ko'ryapmiz. Kimlarga bu taalluqli-yu, nima uchun qo'rqish kerakligi? Walahum muqami' min hadid. Ular uchun temir qamchilar bor. Temir qamchi. Buni tasavvur etishni o'zi dahshatli. Temir qamchi. Kullama aradu an yakhruju minha, har gal u yerdan min g'am, u g'amdan chiqmoqchi bo'lganlarda u'idu fiha, unga qaytarishadi. Va zuqu azabal hariq, toting do'zax azobini. Hariq endi yondirib kuydirib tashlovchi degan. Men biz do'zax dedik, ya'ni do'zax endi umumiy nom bilan aytganda. Ana bir toifani oxir oqibati oldindan xabar berilmoqda. Innalloha yudkhilul ladina amanu va amilus solihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar yuhallawna fiha min asawir
min zahab va lu'lu'an va libasuhum fiha harir. Iymon keltirib amal solih qilganlarni Alloh ostidan anhorlar oqqan bog'roqlarga kiritadi. U yerda oltin bilak uzuklar va injular taqadi. U yerda ularning kiyimlari ipakdan bo'ladi. Bu endi jannatiylarni, ya'ni Allohni o'ziga sajda qilgan, unga shirk keltirmagan muvahhidlarning oqibati bashorat berilmoqda. Va hudu ila tayyib min al-qawli va hudu ila siratil hamid. Ular eng pokiza so'zga, ya'ni la ilaha illallohga va Hamid zotning, ya'ni maqtovlarga loyiq zotning yo'liga yo'llangandir. Innal ladhina kafaru wa yasudduna an sabilillah wal masjidil haram alladhi ja'alnahu lin-nasi sawa' عاكف فيه والباد ومن يريد فيه بإلحاد بالظلم نذقه من عذاب أليم. 25 oyat bu endi keyingi suhbatimiz mavzusi. U yerda endi Al-Masjidil Haram, Bayti Ibrohim va Hajji Ibrohim mavzulari bo'ladi. Bunga endi alohida stream bag'ishlaymiz. Xo'p, bugungi o'qigan oyatlarimiz mana shular. Ya'ni Alloh taolo o'ziga ibodat qilishni, o'ziga sajda qilishni va boshqa shirk qilmaslikni iroda etgan va buni oqibatida jannat tayin etgan. Bunga yurmagan, rozi bo'lmagan, qanoat qilmagan, Allohni yetarli emas deya boshqalarni ham shirk qilaman deganlarni oxir oqibatini jahannam bo'lishini tayin qilgan. Nima uchun degan savol bor. Shunchaki kimdir nimagadir ishondi yoki e'tiqod qildi, shunga shunchalikmi, shunga shunchalik emas. Bu tavhid va shirk butun masalalarni eng tamali. Bu ikki dunyo qarashni ustiga qurilgan alohida hayot tarzi bor. Alohida hayot tarzi bor. Agar birgina shu e'tiqodni o'zi bo'lganda payg'ambarlar kelar edi, derdiki, sizlar juda to'g'ri, yaxshi yashayapsizlar, faqat e'tiqodinglarda bir shirk degan muammo bor. Buni to'xtatinglar, qolgani hammasi mukammal der edi. Unday emas. Shirk dunyo qarashidan kelib chiqadigan ijtimoiy hayot yashab bo'lmas darajada og'ir edi. Payg'ambarlar kelib la ilaha illalloh degani Allohdan o'zga sizlar ulug'lab shariat va din, hayot qonuni qilib olgan avtoritetlarni olib chiqib uloqtiring degan. Nima edi ulari? Zulmlarni oqlab beruvchi ilohlar edi. Haromlarni halollab beruvchi ilohlar edi. Zulmga qarshi kurashdan to'xtatib bog'iy va havorij nima deyshadi bugun? Ana shunaqa qo'rqitib o'tiradigan ilohlar edi. Riboni halollab beradigan ilohlar edi. Zamon zo'rniki degan qonunni din qilib beradigan ilohlar edi. Bu ilohlarni rad etdi degan gap, ular o'rnatgan qonunlar ham, ya'ni zulm va adolatsizlik, nohaqlik qonunlari ham ketadi degan edi. La ilaha illalloh deb qabul qilgan odamni hayoti qanday bo'lar edi? Birinchidan, zolimlar ulug'layotgan avtoritetlarni bir tinga olmaydi.
Loti bormi, Uzzo bormi, Manat bormi? Ular o'zlarini uydurib olgan nom deydi. Asmaun sammaytum antum va abaukum. Xo'p, ular o'rnatgan qonuniyatni endi tashqaridan, bu matrisadan tashqaridagi odam sifatida baholay oladi va tanqid qila oladi. Matrisani ichida, shirk matrisasini ichida qolganlar uchun bu shok. Sen qanaqasiga, bular axir ota buvamiz deb kelardi. Bular deydi, ota buvang ham o'zlaring ham adashgansizlar deydi. Ribo nuqta qo'yiladi. Birovning muhtojligidan daromad manbai sifatida foydalanishga nuqta qo'yiladi, chunki bu la ilaha illallohga zid. Alloh shunday qiladimi? Bir banda osh bo'ladigan bo'lsa, davay buni oshligini men o'zimni bir buyukligimni yana ham buyuk qo'ray degan joy bormi? Aksincha, oshni to'ydiradi. At'amahu min ju'. Och bo'lganda Alloh rizq beradi, to'ydiradi. Demakki, o'sha rizq berib to'ydirayotgan Robbni bandalari sifatida biz ham berilgan rizqlardan to'ydirishimiz kerak. Kim och, kim muhtoj bo'lsa, qo'ldan kelgan yordamni qilish kerak. Mana shu joyda tamal buriladi ikki tarafga. Biri qorinni o'ylaydi, kissasini o'ylaydi. Ikkinchisi Allohning ismlariga muvofiq bo'lishni, insoniy bir hayotni o'ylaydi. Ya'ni qorin, kissa degan narsadan ustunroq narsalar bilan o'lchashni boshlaydi. Moddiyatdan ustunroq, g'ayri moddiy prinsiplar bilan o'lchashni boshlaydi. Va buni davomida buni ikkinchi, uchinchi qadamidagi vaziyatlar yuzaga kelaveradi. Deylik, ochlarni to'ydirib, xo'p, qullarni ozod qilish boshlanadi. Birov kimdir qarz bo'lib qo'ygan, qarzini o'tay olmagani uchun unga bog'liq ishlab berib keyin uzishi mumkin. Qul degani shular. Bor bo'lsa, bor butini tortib oladi. Bor buti agar qarzni o'tashga yetmasa, o'zi ishlab beradi. O'zi ishlab uzmaguncha uni qul bo'lib hisoblanadi. Ana shularni qancha buni qarzi? Falon pulmi? Bo'ldi. Mana sizga falon pul bo'ldi. Ora ochiqmi? Ora ochiq. Siz mana ozodsiz. deya qullarni ozod qilish ko'paydi. Buni ko'rganlar boshqa qullar umid uyg'ondi. Bor ekan-u deya. Bor ekan mana shunaqa insonlar, mana shunaqa aslida men ichimda bilib yurardim o'zi xush, lekin bor ekan-u deydi oxirida. Bular islomni qabul qiladigan ilk insonlar bo'ladi. İç-ichida adolatni, to'g'rilikni qo'msab uni topolmay yurganlar. Adolatsizlikdan, xo'p, haqsizlikdan, zulmdan boylik orttirib, buni soxta dinlar bilan oqlab kelayotgan zulm va tog'utlar ahli istamaydi. Turli fitnalar bilan, ig'volar bilan buni ustini o'rtishga harakat qiladi. Bu deydi u uydirgan deydi. Hech qanaqa Alloh istasa nozil qilgan emas deydi, o'zi uydirgan deydi. Kazzob bu deydi. Bunga ergashib yurganlar bir 4-5 yakkam-dukkam yalangoyoqlar deydi. Bizlarning kattalarimizdan hech kim ergashayotgan yo'q deydi. Hech kim bularga e'tibor qilayotgani ham yo'q deydi. O'ylaydiki, shu bilan to'xtaydi bu ish. Bu ish to'xtamaydi. Alloh la ilaha illalloh degan narsani nozil qildimi? O'rnatadi. O'rnatadi va u o'rnashadi. Alloh o'rnatgan narsani hech kim qo'porib yo'q qilolmaydi. Yolg'onlar aytib yurishingiz mumkin atrofida. Qur'on tushunarsiz deyishingiz mumkin, mujmal deyishingiz mumkin. Uni hadissiz qanday tushunib bo'ladi? Ana olib kel, mana deb
gap sotishingiz mumkin 1000 yildir. Ammo Qur'on o'zgarmasdan turaveradi. Nega? Alloh o'rnashtirib qo'ygan narsa bu. Qur'onni bo'lsa, markaziy g'oyasi la ilaha illalloh. Ana o'sha la ilaha illalloh o'lmaydi, hech qachon yo'q bo'lmaydi. Va la ilaha illalloh ustidagi hayot ham doimo bor bo'lib turadi. Bugun o'qigan oyatlarimiz ana shuni turli ko'rinishlari. Bunga sobit turganlar jannatga, bunda subutsizlik qilganlar jahannamga. Keyingi suhbatimizda endi ular orasidagi to'qnashuvlar keladi. Bunga amal qiluvchilar bir tarafdan, bunga qarshi chiquvchilar ikkinchi tarafdan ular orasida endi to'qnashuvlar keyingi streamlarimiz mavzusi. Shuning bilan yakunlaymiz bugungi suhbatimizni. E'tiboringizlar uchun rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.